قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitoyning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 9 bob Tәсір күчі. Beyjing va tashviqot xato uchur tarqitish urush san'ati. 1 qism. Biz faqat odatdagi urush yoki jang maydonidagi urushlar bilanla cheklansak bo'lmaydi. Biz cho'qim jonliq bo'lishimiz, boshqalar bizga qaysi shaklda hujum qilgan bo'lsa, bizmi shunday qilishimiz kerak. Biz raqiblarimiz bilan tig'ma-tig' tutishimiz va tuyuqsiz zarba bilan ularni mag'lub qilamiz. Boshqalarning bizni burnimizdan yetilab mengishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz taktik qatmanligi sababli texmi cho'ng strategiyalik fursatni qo'ldan berib qo'ysak bo'lmaydi. Xi Jinpingning davlatlik tashviqot va ideologiya xizmat yig'inidagi nutqi. 2013-yili 8-oy. Govingui odatdagi Xitoy o'ktichi emas. Surgundagi bu milliarder uy mulk magnatining Nyu-York markaziy bog'chisining sharqi janub burjigidagi hashamatlik mehmonxonaning ustinki qavatini to'liq egillagan turalg'isi bor. Govingui 2015-yili Xitoydan ayrilgandan keyin Xitoy Kompartiyasi o'zining dunyoviy ta'sir kuchini oshirish va xato uchur tarqitish harakati orqali uni nishonga ilib Xitoyga qaytishga majburlab keldi. Govingui bu yerning pal shapsi intayin yaxshi dedi va markaziy bog'chining sharqi janub burjigining uy mulk sohasida oltin 3 pulung, shundaqla Manhattandagi eng olqishga erishgan o'rinlarning biri deb qaraldiganligini aytdi. Pal shapsi, ya'ni feng shui, Xitoylarning ba'zi jo'grafiyalik o'rinlarda inson bilan yer orasida birikma kuch shakllanadi. Ya'ni bundaq joylar kishiga omad elib keladi deb qaraydigan xurafiy e'tiqodidir. Govingui Xitoy Kompartiyasidagi oliy huquqdorlar bilan bo'lgan quyuq munosabat jarayonida egillagan maxfiyatliklarni oshkorlab, Xitoy Kompartiyasi rahbarlarining g'azabini qo'zg'adi. Govingui 2017-yilning 5-dan boshlab necha oyda Twitter va Facebook qatorliq ijtimoiy aloqa suplarida Xitoyning yuqori qatlamidagi cheriklik tafsilotlarini oshkorlashga boshladi. Shu yili kuzga kelganda u oshkora o'tirg'i chiqishga tayyorlandi. 10-oyning 3-kuni Govingui o'zining shaxsiy Gulfstream aeroplaniga o'ltirib, Nyu-Yorkdan Washingtonga qarab uchdi. Surgundagi bu boyning mol-mulki 28 milliard dollar atrofida bo'lib, u to'rda so'z qilgandan buyanqi Washingtondagi tunji qitim oshkora o'tirg'i chiqish uchun bir necha hafta tayyorlik qilgan edi. Uning oshkorlaganlari ichida Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komitetining boshlig'i Wang Qishanning cherikligiga aloqador portlatqich xarakterlik tafsilotlar bor bo'lib, Wang Qishanning rahbarligidagi bu organ oldingi 4 yilda Xi Jinpingning cheklimisiz huquqiga yoshurun raqib deb qaralgan yuqori darajalik partiya a'zolarini, harbiy yo'lvoslarni, odatdagi amaldorlarni o'z ichiga olgan necha minglagan amaldorlarni tozlagan edi. Govingui Xitoyning ichki sistemasidan erishgan uchurlarni asos qilib, Wang Qishanning 2000-yillarning 5-dan boshlabla faqat Xi Jinpingning siyosiy tozalash harakatiga hamdam bo'lib yurgan lolma ekanligini oshkorladi. Wang Qishan Xitoyning maxfiy moliya charpodshoyiga Xitoyning parda orqasidagi barliq iqtisodiy va pul muomala ishlarini kontrol qiladigan eng kuchli rahbarga aylangan. 2017-yilga qadar Wang Qishan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoyni to'mir mush bilan boshquradigan kollektiv mustabid apparatning yana 7 kishilik siyosiy byuro doimiy komitetining a'zosi edi.
Әмма у Xitoy Компартиясының әнәнәсіге көрә мәҗбүри пенсияға чықырылдыған 67 яшқа кіріп қалғандымы Дың Шаопыңның, Jiang Zemin va Hu Jintao қатарлық сабық Xitoy hükümdarlarının cəmiyyətlərə bağlanışlıq kommunist zərdarlar Xi Jinpingni Wang Qishanға huquq berishga ko'ndirdi. Natijada u pensiyaga chiqarilishning o'rniga Xitoyning muavin davlat raisligiga tayinlandi. Govinguyga ko'ra Wang Qishan va boshqa bir qancha yuqori darajalik partiya rahbarlari uning ta'biridagi kommunist o'g'ri qaroqchilar hokimiyati deyiladigan qora jamiyat tipidagi tuzilmaga vakillik qiladi. Bu kommunist o'g'ri qaroqchilari hokimiyati sarxil hokimiyat sinfini va yuqori darajalik partiya rahbarlarining jamiyatini betish uchun Xitoy xalqidan milliardlab dollarni o'g'irlaydi. Wang Qishanga kelsak, ushbu muavin raisning jamiyatining necha milliard dollar boyligi bor. Govingui Washington ziyaratidan bir qancha hafta ilgari Xitoy Kompartiyasining cherikligiga qarshi turish podshoyi Wang Qishanning o'zining favqulodda cheriklashganligi to'g'risidagi bir yurish to'r videolarini e'lon qilgan edi. Govinguyning aytishicha 1980-yillarning oxiridan boshlab Wang Qishan va uning jamiyatidagi bir qanchalan partiya mablag'iga 30 million dollar atrofida maxfiy pay qo'shib, Kaliforniya va Amerikaning boshqa joylaridagi uy mulk shirkatlariga mablag' silib, 100 dan ortiq uy mulk setib olgan. 2018-yilga borganda bu uy mulklarning qiymati o'sib 2 milliard dollardan 3 milliard dollargacha bo'lgan. Govingui manga, men Xitoyning sistemasini nayt obdan bilaman. Qo'limda uning qandaq mashg'ulot qiladiganligi to'g'risida nayt inchik tafsilotlar bor dedi. Washingtonda Govingui uchun o'tkazilgan tunji qitimliq oshkora yig'in 1961-yili harbiy strategiyachi Herman Kahn bilan uning Rand shirkatidagi bir qancha xizmatdoshi birlikda qurgan konservativ aqllar ambiri Hudson institutida o'tkazilmoqchi edi. Hudson instituti bir mahal federatsiya mablag'i ajratilgan Amerika armiyasi uchun xizmat qiladigan oldingi qatordagi tadqiqot markazi edi. Hudson instituti yaqinda 5 burchaklik binoning sobiq amaldori Amerikadagi ta'siri eng kuchli Xitoy ishlari mutaxassislarining biri deb qaraldigan. Ya'ni shundaqla ژورنىلىنىڭ dastlabki sonlarga besilgan 100 yillik marafon degan kitobning āptورى Michael Pillsbury'ning yetakchiligida Xitoy strategiyasi markazi ta'sis qildi. Hudson institutidagi bu faoliyatga mustabid hokimiyat programmasi sohibxonlik qilgan edi. Mazkur programmaning vazifasi import qilingan cheriklik va mustabid hokimiyatlarning qonunsiz pul muomala iqimining Amerikaning demokratiyasiga va davlat bexatarligiga elib keladigan cheriklik tahdidini tadqiq qilish edi. Bu hammani oshkorlab etadigan Govinguyning portlatquvchi xarakterlik uchurlarini asosiy iqimga yetkazishdagi eng muvofiq supalardan biri bo'lib qoladi. Bu bo'lg'isi uchrashishga Govingui bilan suhbat deb ismi qo'yilib bo'lgan edi. Ammo Govingui bu yerga kelishdan bir qancha soat burun yig'in tuyuqsiz amaldan qoldirildi. Bu Xitoyning pul va siyosiy majburlash orqali Amerikaning demokratik sistemasiga qandaq ta'sir ko'rsatadiganligining hayron qolarlik misollaridan biridir. Ya'ni Hudson institutidan iborat bu konservativ tadqiqot organi Xitoyning siyosiy tahdidi, populisi va to'r hujumiga bosh ekkan edi. Bu Beijingning yoshirin ta'sir ko'rsatish faoliyatlarining qaysi darajaga yetganligining tipik misollaridan biridir.
Govengui 1968 yılı 5. ayının 10. günü Çavşan yerim aralının udulidagi Şarq-Şimal dengiz qirg'iqiga joylashgan Xitoyning Shandong o'lkasida tug'ilgan. Shandong Budda dini, Toyin dini va qo'ng'zichilik jihatlarda mo'l kultural va diniy mirosga ega bo'lish bilan birga Xitoydagi eng boy rayonlarning biridir. Sadiq Buddhist Govengui yana İngilisçe Miles Cook degan ismni ishiltidi. Govenguining shaxsiy aeroplani yig'in amaldan qoldirilishdan ilgari quyosh toza parlab chiqqan oktyabr kunlarining birida Ronald Reagan Washington davlatlik aerodromiga qo'nganda Govengui to'liq jo'shqin kayfiyatda edi. O odatda 9 odami bor qog'dug'uchilar atirtini birga elib yuriydi. Ularning bir nechisi Amerikaning sobiq harbiy alayida harakat qismlarining a'zolari va Nyu-York shahrining sobiq saqchilaridir. Govengui 25 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyda va dunyoning har qaysi joylarida savdo qilish jarayonida Xitoy kommunistik hokimiyatining rahimsizligini tunib yetgan. Yana dal mush jarayonda u bir muhim huquqlarni, ya'ni Xitoy davlat bexatarlik ministrligi istixborot idorasining muavin boshlig'i Ma Jian bilan do'stlashgan. Govengui Xitoy kompartiyasining eng sezgur maxfiyatliklariga erisha oladigan bu huquqlar bilan toki u Shi Jinpingning yo'qotish nishoniga aylanganga qadar necha yil savdo va bexatarlik turlarida hamkorlashgan. Ma Jian Wang Qishanning cheriklashganligini ko'rsatadigan uchurlarni bayqab qolgan. Ma Jian muloqotgandan keyin Govengui o'zining keyingi qatimliq siyosiy bostirishda ujuq turib etilishidan ansirab 2015-yili Nyu-Yorkka qochib kelib olgan. Govengui o'zining Ma Jian bilan bo'lgan do'stligidan Xitoy josuslarining hokimiyatga qarshi kishilarni o'ldirishda voyaga yetganligini, zaharlab o'ldirishdan tortib qatnash vaqasida o'lib ketgandek ko'rsatishgacha har xil usullarni qo'llana oladiganligini bilgan. Govengui Washingtondagi eng bexatar mehmonxona bo'lgan Oqsaroydan Lafayette bog'chisi orqali ayrilib turadigan Hey Adams mehmonxonasida turgan. U bu mehmonxonada Washingtonning kuch markazi bo'lgan Oqsaroyning manzarasini ko'rgili bo'ladigan har kechaligi $9,000 prezident yurishlik uyda yotgan. Andan Govengui shu kuni Hudson institutida o'tkaziladigan axborot e'lon qilish yig'iniga tayyorlik qilishga boshlagan. Hudson institutidagi yig'inni shuningdan taxminan bir oy ilgari Hudson institutining mustabid hokimiyat programmasiga mas'ul xizmatchisi Charles Davidson uyushtirgan edi. Davidson bu ishni o'rinlashtirish uchun oldi bilan Hudson institutining ziyoratchi tadqiqotchisi va Amerika Kengash palatasining sobiq xizmatchisi Govengui bilan munosabati yaqin bo'lgan Xitoy demokratiya faoliyatchisi Xalyangchouga yaqinlashgan. Davidson bilan Xalyangchou Govengui uchun uyushtirilgan yig'inning mustabid hokimiyat programmasiga tamoman mos kelganligida o'xshash fikrga kelgan. Chunki Xitoyning Washingtondagi qonunsiz ta'sir kuch shakllantirish harakatlari eng chekidan oshgan, shundaqla Amerika xalqi bilishga muhtoj bo'lgan ishlardan edi. Xalyangchou shu yili oktyabrning 1 kuni atiganda metro orqali Makferson maydoni bekitiga berib, Govengui bilan ko'rishmoqchi bo'lganda, uningga Davidsondan telefon kelgan. Davidson boshqarish hay'ati yig'inni bekor qilishni qaror qildi deganda Xalyangchou hayron qolgan va so'ragan tunji savoli nima uchun bo'lgan. Davidson uningga rahbarlarning Govenguining ishonchligidan gumonlanayotganligini aytgan.
YouTube toridagi bir videoda puzur kiyingan Govingui Malayziya aviatsiyasining MH370 növbətçi aeroplanining sirliq yo'qolib ketishining orqasida Xitoyning qo'li bor yo'qligiga bo'lgan gumonini o'ttirg'a qo'ygan. Govingui yana shu aeroplandagi Xitoy fuqarolarining birini Wang Chishan bilan munosabati bor doktor degan. Govinguyning aytishicha, bu doktor xalqaro a'zo ko'chirish bozorini ta'minlash uchun Xitoydagi mahbuslarni tirik turg'izibla badan a'zolarini yig'ib olishga qatnashgan. Xalyangchao ishonchlilik jihatdagi shubining faqatla bir bahona ekanligini biladi. Shunga u Davidsonga noiti aniq talaffuzda uning bahonasining quruq gap ekanligini aytgan. Hudson institutining Xitoy besimiga uchirganligi va buningga tan berganligi aniq edi. Faoliyat amaldan qoldirilishdan bir qancha hafta ilgari Davidson o'g'lining bir Xitoy o'quvchi, ya'ni Amerikadagi 300 mingdan ortiq Xitoy o'quvchining biri bilan to'y qiladiganligi sababli bu jihatdagi shaxsiy andishlarini nazarda tutgan holda Xalyangchaudan Govinguyning yig'inini tashkillashni o'z ustiga ilishni talab qilgan. U agar o'zi Govinguyni kutib olish yig'iniga qatnashgan taqdirda Xitoyning uning bo'lg'usi kelinini Xitoyga qaytishga majburlashidan ansirgan edi. Xalyangchao Govinguyni kutib olish yig'inini tashkillash ishlarini ustiga ilishga qo'shilgan. Shundaqla 3-oktyabrgacha bo'lgan bir necha hafta ichida bu ishlarning hammasi Hudson boshqaruvchisi va mudirlar bilan qo'yiq moslashgan asosda o'rinlashtirilgan. Hudson institutining bayonotchisi David Telga Hudson institutining Xitoyni rozi qilish uchun yig'inni amaldan qoldirib o'tganlik qarorini ko'pchilikning oldida oqlashdek ko'ngilsiz vazifa topshirilgan edi. U buningga, ya'ni yig'inni amaldan qoldirishga planlashdagi nomuvofiqlik sabab bo'ldi dedi. U menga plan bizdan yiroqlashdi. Buningdan ko'nglimiz yerim dedi. Xalyangchao buningga e'tiroz bildirib, hamma ish yang ichida moslashtirilgan dedi. Hudson institutining yig'inini suvga chilashtirish Xitoyning Govinguyga qaratgan misli ko'rilib boqmagan keng ko'lamlik ta'sir ko'rsatish harakatining bir qismi bo'lib, Xitoy bu qatim Hudson mudiriyat a'zolariga mazkur institutning Xitoydagi manfaatini tutqi qilib turib, iqtisodiy besim qilish bilan uning kompyuter to'riga qartilgan to'r hujumini birlashtirgan. Xitoy Kompartiyasining xatar uchur tarqitish harakatining maqsadi Govinguyni moliya jihatdagi xatoliklar sababli Xitoy hokimiyati tarafidan izdilayotgan nurg'un chirik qochqinlarning biri qilib ko'rsatish edi. Buning uchun Beijing to'xtovsiz tashviqot to'lqini qo'zg'ab, bir qator bema'ni va yolg'on ayblashlarni o'z ichiga olgan xato uchur tarqitish harakatini astirtdan qanot yaydirdi. Xitoy Govinguyni pul muomala cherikligi bilan ayblashdan sirt, o'zining xalqaro soqchi tashkilotidagi josusi Ming Hongweidan foydalanib, xalqaro soqchi tashkilotining bir xil xalqaroliq tutush buyrug'iga vakillik qiladigan ikki qizil ranglik tutush buyrug'i tarqitishni talab qilgan. Ming Hongwei 2016 yildan 2017 yilgacha xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolning raisi bo'lgan. Uning Govingui uchun chiqargan qizil ranglik tutush buyrug'ining biri jinoiy qilmish uchun, ikkinchisi bosqinchilik jinoyati uchun chiqarilgan va uningga Govinguyning Xitoyning tizginidagi sobiq tijorat shirkatining guvohlik so'zi pakt qilib ko'rsatilgan. Govingui bu ayblashlarni keskin inkor qilgan va buni razil kompartiyaning tuhmat qilish harakatining bir qismi deb qarab,
parvo qilmagan. Govengui uchun qizil ranglik tutish buyrug'i e'lon qilinib uzun o'tmay, Ming Hongwei 2018 yil 10 oyda Xitoyga qaytganda g'oyib bo'lgan va qo'lga ilinib, keyin para olgan deb ayblangan. Ming Hongwei qo'lga ilingan vaqtda ayoliga pichoqning surati bor maxfiy qisqa uchur avatgan. Ming Hongweining ayoli Grace Ming keyin xalqaro saqchi tashkilotining bosh shtabi joylashgan Fransiyadan siyosiy panohlik tilagan. Govengui Xitoyning Ming Hongweini xalqaro saqchi tashkilotidagi o'rnidan foydalanib, o'qituvchi milliarder Govenguini Xitoyga majburiy qaytarishga kuch chiqarmadi deb qo'lga olganligiga ishonadi. Govenguiga qarshi ta'sir ko'rsatish harakati ikki partiyaning a'zolari tang ishtirok qilgan Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti tarafidan 2017 yillik Davlat Majlisining yillik doklatining alayda qismida bayon qilingan. Dokladda Xitoyning xato uchur tarqitish harakati vahshiylikda misli ko'rilib boqmagan deyilgan. Govengui Xitoy Kompartiyasining cheriklikka qarshi turish amaliyotda Xi Jinpingning kushandinlarini yo'qotish harakatini oshkora tanqid qilganligi va Xitoy Kompartiyasining yuqori qatlamadagi cheriklikni oshkorlaganligi uchun Xitoyning davlat kontrolligidagi taratqullari boshqa delolardagiga o'xshashla hech qanday paket yoki rasmiy ayblash yo'q ahvolda uningga jinoyat gumondorlik qalpig'ini kiygizgan. Bu tashviqot faoliyatida Xitoyning sobiq yuqori darajalik istixborot amaldorining Govenguini cheriklik bilan ayblaganligi va uning yuziga qarshi uchun aloqador videolik guvohliklarni YouTube to'ridagi Govengui to'g'risidagi haqiqat nomli kanalga yo'llaganligini o'z ichiga olgan xalqaroliq tashviqot harakati qo'zg'atildi. Yuqorida tilga ilingan dokladda bu faoliyat misli ko'rilmagan va odatdan tashqari pishib yetilgan deb tasvirlangan. Aqsaroyning sobiq strategiyachisi 2017 yili Prezident Trump bilan yaqin munosabatda bo'lgan Steve Bannonning oshkorlashicha, u Xitoy bilan zich munosabati bor Amerika savdo magnatlari Prezident Trumpni Govenguini Xitoyga qaytarib berishga ko'ndirish uchun prezidentning ishxonasiga yig'ib ketganda, ondan Govenguining kim ekanligini bilgan. Buning yana bir misoli Las Vegas qimorxonasining magnati Steve Wine'ga aloqador. Uning Ominda qimorxonasi bor bo'lib, bu qimorxonani tijoratga kirishtirish uchun Xitoy hukumatining ijozatini olishi kerak. Steve Wine 2017 yili Trump bilan ko'rishib, uningga Xi Jinpingning xatini yetkazdi. Hatta Govenguini qaytarib berishning Xi Jinpingga qilingan odamgarchilik bo'ladiganligi tilga ilingan. Wine aramgoyi cheklik shirkatining setish bo'limining bosh direktori Michael Weaver Wall ko'chasi gazetiga shundoq bir parcha xatning, ya'ni Trumpga yetkazilganligi yolg'on degan va buningdan boshqa deydigan gapi yo'qligini aytgan. Aqsaroyning ichida Xitoyning ta'sir kuchi, ya'ni prezident maslahatchisining suiqasdi shaklda Trumpga yetib borgan. Bu maslahatchi, ya'ni Amerikadagi 300 ming Xitoyni Amerika oliy maktab o'quvchilari siyoqida yasnib olgan jasus deb qaragan dokladni va Xitoyning Govenguini qaytarib ketishga bo'lgan qiziqishini Trumpga yetkazgan. Trumpning buningga ularning hammasi qaytarilsin deb inkos qaytargan. Keyin Aqsaroyning advokatlari prezidentga uning Govenguini majburiy qaytarib etish huquqi yo'qligini eskartgan. Xitoy komitetining dokladida yana Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasining Hudson institutiga Govengui uchun uyushtirilgan yig'inni amaldan qoldirish uchun qandaq besim ishlatganligi oshkorlandi.
Xitayning elchixona amaldori Hudson institutidagi xizmatchilarni, jumladan uning Xitoyga sayohatga berish vizasini saqlayotgan bir Xitoy mutaxassisini chaqirtib, ulardan Govinguyni kutib olish yig'inini amaldan qoldirishni yoki uning oqibatiga mas'ul bo'lishni talab qilgan. Mazkur komitet Hudson institutining Govinguyga munosabatli yig'inni amaldan qoldirish to'g'risidagi rasmiy tushuntirishni rad qilib mundaq dedi. Hudson institutining komitetimiz tarafidan tekshirilgan ichki el-xatlarga qaraganda, Hudson institutining kam deganda 2 nafar xizmatchisiga Xitoy bosh elchixonasidan telefon kelgan. Shundaqla mazkur institutning bir nafar oliy tadqiqotchisi mundaq degan. Xitoy elchixonasining bir maslahatchisi, ya'ni bu oliy tadqiqotchining Xitoyga kirish viza iltimosi to'g'riliq so'ragan. Bu maslahatchi yana Govinguyni kutib olishning Hudson institutini hijolatda qo'ydiganligi va uning Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatiga ziyon soladiganligini aytgan. Xitoy diplomatik besim ishlatish va majburlash bilan bo'ldi qilmay, shuning bilan bir vaqtda oktyabrdagi ichilg'usi yig'indan ilgari Hudson institutining kompyuter to'riga hujum qo'zg'agan. Bu institutning to'r beti tarqaq holatda mulozimatni rad qilish hujumiga uchirgan bo'lib, bexatarlik tahlilchilari bu hujumni iz qo'g'lab tekshirib, uning orqasida Xitoy ozodlik armiyasining Shanxaydagi sesiq nomi purkatgan 61398 to'r guruppasi borligini bayqagan. Bu to'r guruppasi Amerika istixborot organi tarafidan Amerikadagi hukumat va xususiy shirkatlarga qartilgan cho'ng hujumlarga bog'lanishliq deb qaralgan edi. Hudson institutiga besim ishiltish harakati 10 oyning 9-kuni Xitoyning jamoat xavfsizlik ministri Go'shinkunning Amerikaga qilgan ziyorati, ya'ni bu Govinguy bilan munosabati yo'q, to'g'ri kelgan bo'lib, u Adliya ministrligida ayni vaqtdagi bosh taftish Jeff Sessions bilan suhbatlashgan. Sessions Go'shinkun bilan ko'rishganda Hudsonga qilingan to'r hujumini tilga olgan. Go'shinkun ilgirki suhbatlardagiga o'xshashla suhbat rasmiyati yuzidan bu masalani ko'zdan kechirdiganligini aytgan. Shu yilning oxirida Sessions muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda o'zining Govinguyni, ya'ni Xitoyga topshirib bermaydiganligini aniq o'ttirg'a qo'ydi. Bosh taftish menga o'zining bu deloni tekshirganligini va Govinguyni Xitoyga qaytarmaslik qaroriga kelganligini aytgan edi. Sessionsning aytishicha, 10-oydagi Xitoy jamoat xavfsizlik ministri bilan ko'rishish jarayonida Xitoylar uning, ya'ni Govinguyning obrazini xunuklaştirishda baklachakdan eshib ketgan. Sessions bilan yaqin bir amaldorning aytishicha, 2018-yil 11-oyda istifa bergan bosh taftish hukumatning ichki qismida Govinguyni aqlagan. Bu Govinguyning Xitoyning istixborot harakatlari haqidagi ichki uchurlarni qezishga intizor bo'lgan Adliya ministrligi va FBI'ning uni kuchli qo'llaydiganligining ifodasi edi. Sessions bir mahal bu ishda shunchalik ching turgan ediki, Govinguyning masalasida Beijingning yo'l yo'riqini ijro qilmoqchi bo'lgan Xitoyparast amaldorlarga tez pukkandan ko'ra xizmatimdan istifa berman deb tahdid solgan. Istifa berish tahdidi haqida so'ralganda Sessions buni inkor qilmay kulimsirab turib, u ish sal haddidan eshib ketgan edi dedi. Adliya ministrligining Xitoyning Govinguyni qaytarib berish talabiga tutgan pozitsiyasi oldi bilan Amerika Xitoydan kelgan jinoyatchilarning bexatar panogoyi emas deganni bildirish bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda Adliya ministrligining mas'ullari o'qituvchilarni
Бейжің дайырларга тапшырып бериштен бурун алды билан Xitayning jinoiy ishlar isboti bilan ta'minlash kerakligi o'ttirg'i qo'ydi. Govanguyga qarshi harakat ijtimoiy taratqulardimi elib berildi. Xitoy hukumatining jasuslari sirliq ham takishsiz mulozimat qoidalarini suiiste'mol qilib, Twitter, Facebook va Google'ga besim ishlatdi. Govanguy Xitoy rahbarlari orasidagi cheriklikka aloqador ichki isbotlarni, jumladan ularning shaxsiy uchurlarini e'lon qilgandan keyin Twitter buni o'zining mulozimat kelishimiga xilof deb qarab, Govanguyning hisobotini taqavatdi. Govanguy o'zining Twitter hisobotidan foydalanib, o'zining Xitoy Kompartiyasi, Xitoy davlatining ichki xizmatlari va Xitoy aholilari to'g'risida to'xtalgan YouTube videolarini tashviq qilgan edi. Xitoy amaldorlari Govanguyning filmlarining YouTubening mulozimat kelishimlariga xiloflik qilganligidan shikoyat qilgandan keyin Google mo Govanguyning YouTubedan foydalanib necha soatlik videolarini e'lon qilishini chekladi. UC Berkeley uchur institutining dotsenti Xiaochang Govanguyga qarshi xato uchur tarqitish harakatini davom qilayotgan drama deb qaraydi. Xiaochang Xitoy komitetiga mundaq dedi: "Men azaldan bundaq kishini, ya'ni Xitoy hukumatining uningga qaytargandek inkos qaytarganini ko'rib baxmagan edim. Xitoy hukumatining nima qilayotganligiga qarang. Xalqaro saqchi tashkiloti Xitoyning uning ustidan qilgan da'volari, diplomatik faoliyatlar, o'xshamagan davlatlar orasidagi qo'sh taraflik suhbat, ya'ni Xitoyning davlat ichida bo'lsa taratqular zo'r miqdordagi maqolalar orqali uningga qarshi surkayotidi. Ular buni turmaga tashlangan Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaoboga qilmaydi. Ular boshqa o'qituvchilarga bundaq qilmadi. Chunki ular Xitoydagi hammalarning ularning ismlarini bilib ketishini xohlamadi. Ammo ular Govanguyga shundoq qildi. Ular shundoq qilishga majbur bo'ldi. Shunga hozir chet ellarda to'plangan kuchning, hatto 50 tiyinlik armiya va Xitoy Kompartiyasining qo'lidagi texnikaning hammasining tig'uvchi birdak uningga qartilgan. Xiaochang Xitoy hukumatining Xi Jinpingning qonuniyligini kuchlantirish va Xi Jinping qo'zg'agan cheriklikka qarshi turish harakatini gavdalantirishni maqsad qilgan xalqning nomi bilan deb atalgan rasmiy tashviqot programmasiga qarshi turish uchun qurilgan Govanguyning nomi bilan nomliq g'ayri rasmiy to'r bekatda Xitoy hokimiyatining Govanguydan qaysi darajada tashvishlanganligini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi deb qaraydi. U mundaq dedi: Govanguyning nomidagi bu programma cheriklikka qarshi turish harakatini amaliyotda siyosiy kurash, huquq ko'rishidir deb tubdan inkor qiladi. Agar Govanguy qo'zg'agandek siyosiy bas munozirlarni nazorat qilib turadigan to'r sattichini bo'lmasaydi, Xitoyning siyosati texmi ochiq va demokratik bo'lgan. O'qituvchi siyosiy kuchlar davlat ishidagi taratqu bo'shlig'ida va internetda o'zlarining siyosiy rolini joriy qildirgan bo'ladi. Xitoy davlat ichidagi bu o'qituvchi milliarderga bo'lgan qo'llashni azaytish maqsadida Govanguyga, ya'ni uningga aloqador mazmunlarga qaratgan tekshirishni haddidan ziyoda kuchaytirdi. Xitoyning Twitter-simon ijtimoiy aloqa supsi Weibo'dagi tekshirilgan yozmalarni yaqindan kuzatadigan Free Weibo.com degan torbat Govanguyni eng ko'p tekshirilgan temalarning biri qatoriga kirgizgan. Tekshirish, ya'ni nazorat qilishga qarshi faoliyatchilar guruhi Great Fire'ning aytishicha, Xitoy hukumati, ya'ni tarqoq holatda mulozimatni rad qilish hujumi orqali Govanguyning Twitter hisobotini nishonlagan.
Бейжіңнің hərəkətləri hökumətinin sırtıdakilərning Govunguyga bo'lgan qo'llashini pasaytolmadi. Əməliyyatda bu hərəkətlər əksçi təsir ko'rsatib, uning danqini texmi oshirib etgan bo'lishi mumkin. O Xitoyda 10 millionlagan kishilar orasida zo'r olqishga erishdi. Hatto necha millionlagan Xitoy uning partiyaning cherikligi va bostirmachiligi, shundaqla qonun orqali idora qilishning kamchiligi to'g'risidagi ko'z qarshiga qo'shildi. Govungui 2018-yili 11-oyda Xitoy Kompartiyasining hokimiyatini ag'dirib tashlash uchun ilib berilg'usi zo'r xalqarалық harakatlarni e'lon qildi va kommunistlarga qarshi boshqa boylar bilan birlikda 100 million dollardan ko'proq mablag' borligi mo'ljallangan qonun orqali idora qilish jamiyatini qurdi. Men Govungui bilan tunji qatim 2017-yili, ya'ni uning Amerika hökumatining Amerika ovozi Xitoycha kanali bilan o'tkazgan suhbati Xitoyning besimi sababli 20da to'xtatib etilgandan keyin ko'rishgan edim. Amerika ovozi aslida Govungui bilan 3 soatlik naq maydon suhbat o'tkazishni planlagan va bu suhbat plani tasdiqlangan bo'lsa-mu, 1 soat 20 minutdan keyin to'xtatib etilgan. Shundaqla Amerika ovozining Xitoycha bo'limining sobiq boshlig'i Gung Shaosha va boshqa bir qancha xizmatchisi bu ish sababli dastlabda ishdan to'xtatilib, oxirida xizmatdan qo'g'langan. Gung Shaosha shu qitimliq radio ziyoratining Xitoy tashqi ishlar ministrligining VOA'ning direktori Amanda Bennettga besim qilganligi sababli to'xtatib etilganligiga ishonadi. Uning deyishicha, Xitoy diplomatiya ministrligi Govungui bilan o'tkazilayotgan suhbat programmasi to'xtatilmasa, qattiq inkos qaytaramiz deb tahdid solgan va bu suhbat programmasining Xitoyning shu chaqda, ya'ni 2017-yil 10-oyda o'tkazilish oldida turgan partiya qurultayga qalaymiqanchilik tug'dirdiganligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy Govunguining Xitoydagi xizmatchilari va sheriklariga davomliq zarba berib, bir necha kishini qo'lga olgan va kam deganda 3 kishini turmaga tashlagan. 2018-yilning oxirida Xitoy doiralari muavin istixborot ministeri Majanni muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. Bir necha haftadan keyin, ya'ni Beyjingning muavin shahar boshlig'ini qo'lga elib, uni Govunguidan para olgan deb aybladi. Bu siyosiy harakatlarning maqsadi Govunguini Xitoyda Kompartiyaning hokimiyatini oxirlashtirmoqchi bo'lgan Kompartiyaga qarshi o'qitichi emas, balki jinoyatchi qilib ko'rsatish orqali uning yuziga qora suvash urinish edi. Govungui 2017-yili 9-oyda Amerikadan siyosiy panohlik tilagan. Xitoy buningga qarta Rossiya uslubidagi xakerlik va oshkorlash harakatini qanot yaydirgan. Govunguining bu ishlarga mas'ul bo'lgan advokatlik o'rni hujum nishoni qilingan. Govungui Amerika davlat bexatarlik ministrligi va adliya ministrligiga panohlik iltimos sunib uzun o'tmay, Xitoy xakerlari Washingtondagi Clark Hill advokatlik o'rnining kompyuter to'riga hujum qilgan. Mazkur advokatlik o'rni bu tor hujumidan keyin uzun o'tmayla Xitoyning kelgusidagi texmi ig'ir elektronlik zarbasiga bardoshlik berolmaslikdan ansirab, Govunguining ishini qilishdan nomussizlarcha voz kechgan. Elektronlik paket to'plash tahlilchilari bu tor hujumining Xitoydan qilinganligini aniqlab chiqdi. Bu hujumda Rossiya istixborotining 2016-yildagi prezidentlik saylamida qo'llangan taktikasi davomlashtirilgan. Ayni chaqda Rossiya istixborot doiralari Sankt-Peterburgdagi bir uchur tarqitish
bazısı bilan tang harakat qilib, maxfiy tor hujumi qo'zg'agan, ondan shu orqali qo'lga tushirilgan materiallarni torda e'lon qilgan edi. Govanguyning siyosiy panohlik iltimosi masalasida Xitoy xakerlar Clark Hill advokatlik o'rnidagi Govanguyning advokati Thomas Raglandga tava kompyuterlarga suqunib kirgan. Shundaqla 2017-yili 9-ayning 23 kundan boshlab o'zlari o'g'irlagan hujjatlarni Twitter'dagi hisobotida e'lon qilgan. Bundaq qilishdagi maqsad to'limi aniq edi. Xitoy bu hujjatlarning tafsilotlarini oshkorlash orqali Amerika hukumatini Govanguyga siyosiy panohlik bermaslikka qistamoqchi bo'ldi. Shundaqla Twitter orqali Govanguyning o'zining siyosiy panohlik tilash iltimosiga xato uchurlarni yozganligini o'ttirg'a qo'ydi. Twitter'dagi TV Spectre degan bu hisobot shu oyda yangidan ochilgan bo'lib, bu uning faqat Xitoyning tashviqot jinining bir qismi ekanligining ifodasidir. Oshkorlangan hujjatlarning ichida Hong Kongdagi bankidan pul yutkaganlik xotirasi va xalqaro soqchi tashkilotining hujjatlari bor edi. Bu harakatning eng qoqbosh taraflaridan biri. Xitoyning bu jarayonda FBI'ning 2 nafar xodimining Govanguyning Angliya vizasi elishiga yordamlashib, idoraning belgilamasiga xiloflik qilganligini oshkorlash edi. Xitoylar e'lon qilgan bayonotda bu uchurni FBI'dagi pash qilg'uchi ta'minlagan deyilgan. Shundaqla FBI xodimlarining Govanguy bilan tasodifiy aloqalashib qilib, bu patqoqqa petib qolganligi tilga elingan. Yana bir Twitter yozmasi oshkorlagan bu hujjatlar to'g'risida Govanguyni masxar qilib, uningdan bularga yuriking bardoshlik bera oladimi deb so'ragan. Hacker: Govanguy, sen ko'rikni ko'ydirib, beplan tuzding degan va ya'ni o'zi qo'lga tushirgan hujjatda Govanguyning siyosiy panohlik tilash iltimosidagi soxtapazliklarni tuzitish uchun boshqa bir advokatlik o'rniga pul to'laganligi oshkorlanganligini aytgan. Bu vaqtda 2017-yili 9-ayning 20 kunidan 27 kunigacha e'lon qilingan 40 yozma Twitter tarafidan tezli o'chirildi. Bu jarayonda oshkorlangan hujjatlar ichida 2017-yil 1-oydan 5-oygacha bo'lgan aralıqda Xitoy hukumat amaldorlarining Govanguy bilan 30 qitim aloqalashganligi va uning o'zining siyosiy masalalarini hal qilish uchun Xitoy hokimiyati bilan hamkorlashishga chaqirganligi ko'rsatilgan. Davomi bor.